Aferin. Soddalashtiring oldi. Qo'shnisi P'da o'zgaradimi? Qo'shnisi harflarigacha qoladi. Ishorasini to'g'rilaymiz. P'ga yurdi, minus harfi. Bu yerda qo'shnisi ishorasi minus. Hozir minus bo'lib qoldi. Qo'shnisi P taqsim 2 ga nima o'zgaradi? Sinus alfa, to'g'rimi? P taqsim 2 ga yurdi, ozgina orqaga qaytdi. Bu yerda qo'shnisi ishorasi plus. Nima o'zgarmasa? Sinus P minus alfada o'zgarmaydi, ishorasi ham plus bo'ladi. Tushundinglar? Sinus P taqsim 2 ga nima o'zgaradi? P taqsim 2 ga ishorasi plus bo'ladi. Xo'p, tepani joylashtirsam mana bu yerda qarang. Bir xil bo'lib qoldimi? Nima qiladi? Tepadan pas. Nima qoldi? Tushunarli? Sardoqchimizmi? Keyingiz. Xuddi shu misol, faqat mana bu kvadratlar kelyapti. Sinus P minus alfalar. Sinus alfagacha qoladi, to'g'rimi? Bu ishorasi minus bo'ladigan plus bo'ladi, var tepasida nima turibdi? Plus bo'ladi. Tushundinglar? Sinus kvadrat alfa. Qolgan tushundingizmi? Sinus P taqsim 2 ga nima o'zgaradi? Ishorasi muhim emas, chunki tepasida nima turibdi? Kvadrat. Minus nimaga? Agar tepasi birga teng bo'ladi. kub bo'lsa o'zgaradimi? Kub bo'lsa minusligicha qolardi. Kub bo'lsa minusligi mana bu. Xuddi o'sha juft bo'lganda plus bo'lib ketadi, toq bo'lganda minus bo'lib Xuddi shu, ha, xuddi shu. Xo'p, sinus P minus alfaga yana sinusligicha qoladimi? Tan minus P minus alfada tan minusligicha qoladi, to'g'rimi? Ishorasi kerak bo'ladi. Pga yurdi, ozgina orqaga qaytdi. Bu yerda sinus plus, a kosinuschi. Demak, ishorasi nima bo'ladi? Nima qilamanda oldiga minus bo'lib qoladi. Savollar bormi? Ket soddalashtiramiz. Tepasi nimaga teng? Alfa bo'ladimi? Xo'p, tan minus alfa degani sinus alfa taqsim kosinus. ikkalasi nima qiladi? Yana javob minus 1 taqsim Kosinus. tushunarli? Javob beringlar. To'g'ri 800. Soddalashtiring bo'ldi. Qarang, mana shunaqa misolda kelib qolsa, mana graduslar bor. Hammasini 45 dan kichkina qilib yozib olishimiz kerak. Tushundingmi? 45 dan kichkina qilib turibdi. 45 dan kichkina qilib yozib olishimiz kerak. Misol uchun 56 da 56 ni 90 plus 34 deb yozsam bo'ladimi? 90 minus 34. To'g'rimi? 90 dan 34 arasi 56 ni beradimi? Tushundinglar? Ne 45 dan kichkina, ikkinchisi 45 dan kichkina bo'lishi kerak. Ha, ikkinchisi 45 dan kichkina bo'lishi kerak. Tushunarli? 124 qaranglar. 180 minus 56 qilsanglar bo'ladi, faqat 56 45 dan kichkinami? O'zgartiramiz. 90 plus 34. To'g'ri? Qanday tushunasiz? 45 dan kichkina qoldi. Ha, hozir 45 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, hammasining gradusi kichkina bo'ladi, deyarli bir xil bo'lib qoladi. Formula kelib qo'yaylik, mana. Hammasi 45 dan kichkina Bo'lishi kerak, ha. Hammasi. 45 dan kichkina emas. Qani 56? Mana o'sha 56 ni men 90 minus 34 qilib yozaman. Bu hozir o'zgaradi. Bu hozir o'zgaradi. Tushundinglar? 124 ham 90 plus 34 mi? Xo'p, 34 ga. Bu o'zi 45 dan kichkina. O'zgartiramizmi? Turaversin. 236 degani 180 plus 56 deb yozsanglar bo'ladi. Bu to'g'ri kelmaydi bizga. Demak 270 minus 34 deb yozamiz. To'g'rimi? 270 birinchi 260 turasi. 270. 270 mana ma'lum degan nuqtada. 34 gradus qat edi. Qaysi 34? Ha bu? 270 ni 34 arasiz 236 ni beradi. Tushundingmi? Alfabet to'playmiz edi. Yo'q, hozir bu kelmayapti. 28 ni o'zgartiramizmi? Yo'q. 88 degani 90 plus 2 mi? 90 minus 2. To'g'rimi? Hop, bunisi 178 degani 180 minus 242 degani 270 28, to'g'rimi? Hop, 90 degani pi taqsim 2, pi taqsim 2, to'g'rimi? Bu 3 pi taqsim 2 mi? 90 degani yana pi taqsim 2, bu pi bo'lardi, bu 3 pi taqsim 2. Ket soddalashtiramiz, boshqa.
sinus pi taqsim 2 minus alfa deganimi? Nimaga o'zgaradi? Kosinusga? Kosinusdan necha bo'lib qoladi? Kosinus alfa. 34 Kosinus 34. Ishorasi plus birinchi joyga qaytib keldi. Sinus pi taqsim 2 plus 34 edi. Sinus pi taqsim 2 ni ko'rganda kosinus 34 ga o'zgaradi. 90 plus alfa degani ikkinchi choraga o'tyaptimi? Sinus ikkinchi chorada ishorasi plus. Tushunarli? Bunga tegmayman, sinus 34 bo'lsin. Xo'p, kosinus 270 da aniq sinusga o'zgaradi, to'g'rimi? Chunki 3 pi taqsim 2 ikkisi bor. Ishorasiga bersak, 270 ga yo'ldimi? Ozgina ortga qaytdi. Kosinus bu odam edi. minus Demak, oldagi minus bilan nima ketadi? plus Hop, bunga tegmaymiz. Kosinus 28 turaversin. Sinus pi taqsim 2 da yana o'zgaradi. Kosinusga, to'g'rimi? 2 bo'lib qoladimi? O'rtasi plus sinus pi da o'zgarmaydi. Sinus 2 ligicha qoladi. Pi minus alfa ortga qaytyapti mana qarang. Pi ga yurdi. Ozgina ortga qaytdi. Bu yerda sinus ishorasi plus. Ishora o'zgarmaydi. Oxirgisi. Kosinus 3 pi taqsim 2 da Sinus o'zgaradi. Sinus 28. ishorasi. Yo'q, 2 yilda 3 pi taqsim 2 ga ozgina ortga qaytdi. Bu yerda ishorasi minus mana bu o'rta nima bo'lib ketar ekan? Savolamanmi? Mana bu narsa. Kosinus alfa ko'paytirsa nima bo'ladi? kosinus Kvadrat 30 to'g'rimi? Bunisi sinus kvadrat 30 to'g'rimi? Pasi. Pasi yaxshilab e'tibor bersangiz, qarang, buni alfa desam bu nima bo'ladi? Betami? Endi bu beta bo'ladi, buchi alfa. Yaxshilab eslang. Kosinus alfa, kosinus beta minus sinus alfa, sinus beta qaysi bo'ladi? Kosinus alfa plus beta. Minus bo'lganda kosinus alfa plus beta beradi. Esingizga tushdimi? Tushundingmi? Yozilgan narsani qilamiz. Tepasi nimaga tegib qoldi? 30 bo'ladimi? Kosinus 30 bo'ladimi? 103 taqsim 2 mi? Mana bu 1 degani 1 taqsim 1 mi? 1 kere 2. 2, 1 kere 103, 106 da. Shuni javobim. Irratsionallar qoldirdimi? Hop, shu javob o'zim qoldi. Bitta javob. Bo'ldi.